Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan 7 yo'l belgisini bilish orqali avtotest imtihonlarida 28 ta savolni bittada bilib olishingizni ko'rib chiqamiz. Ya'ni 7 yo'l belgisi asosiy yo'l bering belgilari bilan qo'llanilib, asosiy yo'lning yo'nalishi haqida sizga qo'shimcha axborot beradi. Ya'ni hozir asosiy yo'l o'ng tomonga ketganligi haqida ma'lumot beryapti. Ya'ni qalin tomonga harakat yo'nalishini ko'rsatadi. Misol uchun yuk avtomobilda hozir asosiy yo'l ko'ramiz. Hozirda bizda ma'lumki, asosiy yo'l chapga yo'nalgan ekan. Xo'p. Keyingi transportni belgisiga qaraydigan bo'lsak, asosiy yo'l yuk avtomobili va yashil transport vositasida mana ko'ryapmiz, qalin. Shu ma'lumot beryapti. Keyingi holat bo'shliq tomonga o'tamiz. Bu tomonda esa mana ma'lumot beryapti, yuk avtomobili va yashil transport vositalari asosiy yo'ldaligini bildiryapti. Bu holat tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega emas yo'llar kesishmasi hisoblanadi. Bu joyda asosiy yo'ldagi transport vositalari ketgandan so'ng ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalari o'tish navbati belgilanadi. Shu belgi qatnashgan 28 ta savolni ko'rib chiqamiz. Ushbu savollar quyidagicha. Qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berish kerak? Bu joyda asosiy yo'l yo'nalishida qizil transport vositasi harakatlanmoqda. Ikkinchi darajada kelayotgan mototsikl yo'l beradi. Kim yo'l berish kerak? Mototsikl haydovchisi. Hop. Keyingi holat, yana shu holatda qaysi transport haydovchisi birinchi bo'lib o'tadi? Bu joyda velosiped va yashil transport vositalari o'zaro asosiy yo'lda kelyapti. Bu ham asosiy yo'lda, bu ham asosiy yo'lda. Bu vaziyatda transport vositalarining yo'llari kesishyaptimi? Albatta yo'llari kesishyapti. Kesishganligi uchun transport vositalari o'ng qo'l qoidasi bo'yicha harakatlanish tartibi belgilanadi. Velosipedning o'ng qo'lida hech kim yo'qligi uchun, ya'ni xalaqit beradigan transport vositasi yo'qligi uchun birinchi harakatlanadi va yashil transport vositasining o'ng tomonida velosiped kelayotganligi uchun chorrahaga chiqib o'tkazib yuborish kerak. Ya'ni qaysi transport haydovchisi birinchi bo'lib harakatlanadi desa, velosiped haydovchisi. Keyingi savol. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Ushbu holatda asosiy yo'ldagi transport vositalarini dastlab topib olamiz. Ya'ni asosiy yo'l. Doim esingizda bo'lsin, chorraha, ya'ni 3 ko'cha bo'ladimi, 4 ko'cha bo'ladimi, ushbu yo'l belgisi qatnashgan bo'lsa, ikkita asosiy yo'l bo'ladi. Asosiy yo'lni topib olasiz va yo'l beringdagi transport vositalarini keyin o'tkazishga harakat qilasiz. Misol uchun mana asosiy yo'lda ikkita transportimiz bor. Ko'k va yashil. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Birinchi ko'k, o'ng qo'li bo'shlik uchun, yashil chorrahada ko'kka yo'l berganligi uchun ikkinchi bo'lib o'tadi. Chorrahani ikkinchi o'tadi, yashil transport. Keyingi savol. Chorrahani ikkinchi bo'lib kim kesib o'tadi? Xo'p, aytishingiz mumkin, oldingi savol takrorlandi. Savol takrorlandi, lekin javoblar joylashuvi o'zgardi. Qizil avtomobil F1da kelgan bo'lsa, yashil F2da keldi. Yashil F1da chiqdi. Ya'ni bu ham avtotest savollarida 1200 ta savol yo'qligiga ishora. Keyingisi mana. Qaysi avtomobil chorrahani oxir bo'lib kesib o'tadi? Yana bitta savol yana takrorlanyapti. Oxir bo'lib o'tadi mana. Asosiy yo'ldagilarni o'tkazib yuboramiz. Ko'k, yashil, birinchi ko'k, keyin yashil, keyin qizil. Oxir bo'lib kim o'tar ekan? Qizil avtomobil. Yana o'sha holat, transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadi. Ko'k, yashil, qizil. E'tibor bering, bitta savoldan 4 ta, 5 ta, 6 ta kelib chiqqan. Ya'ni bu savollarning mohiyatini tushunsangiz, bu savollar sizga oddiy holatga aylanadi. Hop, transport chorraha quyidagi tartibda o'tadi. Ko'k, yashil, qizil. Ko'k, yashil, qizil. F1 to'g'ri chiqadi. Keyingi savol, endi sal asosiy yo'l yo'nalishini o'zgartirdi. Ya'ni asosiy yo'l qayerga? Chapga o'zgartirdi. Ko'k transport vositasini yo'l bering belgisida bo'lgani uchun yashiramiz va yashil bilan qizil yo'li kesishganligi uchun o'ng qo'li bo'sh kimniki? Yashilligi. Yashil birinchi o'tadi, qizil ikkinchi. Hop, uchinchi bo'lib ko'k. Quyidagi tartibda kesib o'tadi. Yashil, qizil, ko'k. Bir vaqtda to'g'ri javob. Agarda yo'l bering bilan asosiy yo'ldagi bir-biriga xalaqit qilmasa, bir vaqtda o'tish navbati ham mavjud. Hop, keyingisi
Qizil avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib kesib o'tadi? Ushbu holatda qizil avtomobil, yana o'sha holat, asosiy yo'l chapga yo'nalgan, lekin yashil avtomobil o'ngga ketyapti. Hop, birinchi bo'lib ikkita transport turibdi, o'ng qo'lida yashil bo'sh, ya'ni yashilda o'ng qo'li bo'sh, yashil birinchi yuradi, keyin qizil yuradi. Qayerdan bilyapmiz? Yana asosiy yo'l chapga yo'naltirilganligidan. Hop, undan keyingi esa ko'k avtomobil tugallaydi. Qizil avtomobil chorraha nechinchi bo'lib tugalladi? Birinchi yashil, ikkinchi qizil, ikkinchi bo'lib. Hop. Keyingi holatda bu savol ko'p takrorlanadi. Ushbu holatda ko'k avtomobil haydovchisi kimga yo'l beradi? Bu vaziyatda asosiy yo'l chapga yo'nalgan, ya'ni asosiy yo'ldagi ko'k avtomobil va avtobus hisoblanadi. O'ng qo'li bo'sh, ko'k birinchi yuradi, avtobus ikkinchi bo'lib o'tadi. Ushbu holatda ko'k avtomobil hech kimga yo'l bermaydi. F3 to'g'ri. Yana bir holatda. Ushbu chorrahada avtobus kimga yo'l beradi? Ko'pchilik adashib hech kimga degan javobni belgilaydi. Buning sababi esa undan oldingi savolni yodlab olgan, ushbu rasmni ko'rib hech kimga deganini yodlab olgan, bu joyda ko'k avtomobil kimga yo'l beradi deyapti. Lekin bu joyda esa avtobus kimga yo'l beradi deyapti. Avtobus ko'k avtomobilga yo'l beradi. Oldingi ma'lumotga asoslangan holatda. Keyingi holat yana shu. Siz chorrahada chapga burilmoqsiz. Ushbu vaziyatda kimga yo'l berasiz? Oldingi savol deymiz? Yo'q. Ushbu holatda ko'k avtomobil kimga yo'l beradi degan holatda, bu joyda siz chorrahada chapga burilyapsiz deb savol o'zgarib kelgan xolos. Ya'ni kimga yo'l berasiz? Hech kimga. Yana o'sha savol, siz chorrahada chapga burilishda qaysi transport vositasiga yo'l berishingiz kerak? Hech kimga. Savol o'zgarib, javoblar joyi o'zgarib kelyapti xolos. Bitta savol bir necha bor takrorlangan. Xo'p, yana bir holat. Transport chorrahada quyidagi tartibda kesib o'tadi. Xo'p, ma'lumot yana o'sha holat chapga yashil transport vositasi qizil to'g'riga o'tyapti. Bu joyda asosiy yo'ldagilar topa olamiz. Asosiy yo'lda qizil bilan yashil yo'llar o'zaro bir-biriga xalaqit beryapti. O'ng qo'li bo'sh, yashil birinchi o'tadi. Yo'llari kesishmaganligi uchun ko'k bilan qizil ikkinchi bo'lib bir vaqt o'tadi. Tramvay qatnashibdi. Bu joyda mana asosiy yo'l belgisi mototsiklda turibdi. Mototsikl chapga yuryapti. Chap asosiy yo'l. Yo'l beringdagilarni yopamiz. Birinchi bo'lib mototsikl o'tadi va mototsikl ketgandan keyin uni ham yopamiz. Ya'ni tramvay bilan ko'k bir vaqtda o'tadi. Transport chorraha quyidagi tartibda kesib o'tadi desa, mototsikl, tramvay, avtomobil degan javob to'g'ri chiqadi. Tramvay o'ta olmaydi birinchi, tramvay yo'q o'ta olmaydi. Sabab yo'l beringda turibdi. Yo'l beringda birinchi harakatlana olmaydi. Chorrahani ikkinchi bo'lib kim kesib o'tadi? Chorrahani kesib o'tish. Yana o'sha holat, asosiy yo'l chapga yo'nalgan ekan. Asosiy yo'l qayerda? Chapda. Chapda ham transport bor. Tramvaylar qachonki imtiyozga ega bo'lardi? Teng ahamiyatli yo'llarda, hozir teng ahamiyatli yo'llar emas. Bu joyda yo'l beringda turibdi tramvay, ikkinchi darajali yo'lda kelyapti. Asosiy yo'ldagilarni o'tkazib yuborish kerak, ya'ni birinchi bo'lib mototsikl o'tadi, undan keyin qizil o'tadi, keyin tramvay o'tadi. Savol chorrahani ikkinchi bo'lib qizil avtomobil. Avtomobil haydovchisi. Transport chorrahada quyidagi tartibda kesib o'tadi. Xo'p, bu vaziyatda asosiy yo'lni topib olamiz birinchi. Asosiy yo'l mana ushbu belgi orqali bilyapmiz. Mana asosiy yo'l. Asosiy yo'ldagi transport vositalari tramvay bilan qizil transport vositasi ekan. Bu vaziyatda birinchi bo'lib tramvay ketadi. Sabab asosiy yo'lda teng ahamiyatli ega bo'lgan qizildan imtiyozga ega birinchi tramvay ketadi, keyin qizil ketadi. Ikkalasi ketdi va ikkita ko'k bilan yashil qoldi. Ikkalasi o'zaro teng ahamiyatlida turibdi. Belgilar shuni ma'lum qilyapti. Bu joyda yashil 3-chi bo'lib harakatlanadi, 4-chi bo'lib ko'k. Ya'ni quyidagi holatda harakatlanadi. Qizil avtomobil xato. Tramvay qizil, ko'k yo'q, ko'k yura olmaydi. Tramvay qizil, yashil, ko'k avtomobil. To'g'ri javob F3. Keyingi holat mana. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. E'tibor bering, asosiy yo'l o'zgardi endi. Asosiy yo'l ko'k avtomobilda. Ko'k avtomobil chapga yurmoqchi, asosiy yo'l ham chapga yo'nalgan. 7:13 shuni ma'lum beryapti. Xo'p, bu joyda ko'k birinchi o'tadi va yo'l beringdagi ikkinchi bo'lib tramvay o'tadi. Sabab teng ahamiyatli
yo'llarda relsli transport vositalari relssizlarga nisbatan imtiyozga ega. Oddiy holatda tramvaylar shoqi bor, ya'ni shoqi bormi? Birinchi yuradi, keyin qizil. Chorrahani ikkinchi bo'lib kim o'tdi? Tramvay o'tdi buni. Tramvay. Yana bir o'sha savol. Transport vositalari chorrahada quyidagi tartibda o'tadi. Ko'k avtomobil asosiy yo'lda, tramvay ikkinchi bo'lib o'tadi, uchinchi bo'lib qizil avtomobil. To'g'ri javob ko'k avtomobil, tramvay, qizil avtomobil. To'g'ri javob F1. Tramvay xato, asosiy yo'lda emas, tramvay asosiy yo'lda emas. Mana sizga izoh. Keyingisi. Xo'p. Ko'k avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Yana o'sha holat. Asosiy yo'ldagi tramvay qizil. Bu joyda relsli imtiyozga ega birinchi yurib oladi, ikkinchi bo'lib qizil yuradi, ikkalasi ketgandan keyin yo'l beringdagilar o'tish navbati belgilanadi, yashil ko'k. O'ng qo'li bo'sh, yashil. Uchinchi bo'lib yashil yuradi, to'rtinchi bo'lib ko'k yuradi. Ko'k avtomobil nechinchi bo'lib o'tdi? Oxirgi. Keyingi savol. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Asosiy yo'ldagilarni tushunib olamiz. Bu joyda ko'k bilan qizilni yo'li kesishadi. O'ng qo'li bo'sh, ko'k birinchi ketadi, ikkinchi bo'lib qizil ketadi. Bularda yo'lini o'tkazib o'rganimizdan keyin ular ketgandan keyin ularni ham yo'q deb qo'limiz bilan berkitamiz. Bu joyda sariq bilan kim qolyapti? Yashil. O'ng qo'li bo'sh, sariq, keyin oxirida yashil o'tadi. Chorrahani ikkinchi bo'lib qizil avtomobil o'tdi. Keyingi savol xuddi shu holat, mana asosiy yo'l qayerga ketgan ekan? Chapga yo'l beringdagilar bekitamiz. Birinchi bo'lib yashil, o'ng qo'li bo'sh, birinchi o'tadi, ikkinchi qizil, uchinchi bo'lib ko'k, to'rtinchi bo'lib sariq. Sariq avtomobil oxiri bo'lib o'tadi. To'g'ri javob F3. Yana bir holat. Chorrahani uchinchi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Yana o'sha narsa. Yashil, qizil, ko'k, sariq. Chorrahani uchinchi bo'lib kim o'tdi? Ko'k avtomobil. Keyingi. Ko'k avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib kesib o'tdi? Uchinchi bo'lib boshqa shoshmaymiz, chunki maxsus transport vositalari, ya'ni kechtirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotgan transport vositalari qoidalari bo'yicha imtiyozga ega. Mana. Birinchi bo'lib kim ketadi? Sariq ketadi. Undan so'ng esa o'zimizning qoidalar boshlanadi, ya'ni asosiy yo'ldagi yashil, ikkinchi asosiy yo'ldagi qizil, ular ketgandan so'ng esa ko'k. Ko'k avtomobil chorrahani oxiri bo'lib kesib o'tadi. Unutmang, siz savollarni javobini yodlab olmang, ya'ni rasmga qarab javobni belgilamang, savolni o'qing, mohiyatiga tushuning, javobni belgilang. Keyingi savol. Tramvay ko'pchilik qiynaladi, tramvaylar bo'yicha ham oxirida zo'r izoh berib ketaman. Bu joyda transport vositasi chorraha quyidagi tartibda kesib o'tadi, deyapti. Bu joyda asosiy yo'ldagi transport vositalari mana qizil, tramvay va yashil. O'tish navbati asosiy yo'ldagilar yo'li kesdi, ya'ni tramvay bilan qizil yo'li kesdimi, tramvay imtiyozga ega birinchi bo'lib o'tib oladi. Uning panasida yashil harakatlanadi, chunki qizilga xalaqit bermaganligi uchun. Agarda shu joyda yangi qo'shilgan savol bor, shuni chalg'ituvchisi ham bor, qizilga xalaqit beradigani bor, mana bu yerda. Tramvay yo'nalishida ketadigan bo'lsa, relsli o'tib oladi xolos. Ya'ni imtiyozga ega xolos. Relsli ketgandan so'ng, ya'ni o'chirib olamiz. Relsli o'tib ketadi. Birinchi sabab asosiy yo'lda imtiyozga ega teng ahamiyatligi nisbatan mana. Relsli ketgandan keyin yashil bilan qizil qoladi. O'sha o'zimizning qoida qizil o'ng qo'li bo'sh birinchi o'tadi, keyin yashil o'tadi, tramvay bilan ko'k keyin o'tadi. U savolda boshqa savol berilgan, ya'ni bu savolda transport vositasi chorraha quyidagi tartibda kesib o'tadi desa, tramvay, yashil, qizil, oxirida ko'k bilan tramvay 2 o'tadi. Yana bir holatdagi savolda esa qizil nechinchi bo'lib o'tadi deb savol beradi. Qizil esa chorrahani 2-chi bo'lib o'tadi. Chunki tramvayga yo'l bergandan keyin yashilga yo'l berishga majbur emas. Sabab teng ahamiyatli yo'llarda qizil o'ng qo'li bo'shlik uchun birinchi harakatlanadi yashilga nisbatan. Hop, keyingi holat, yana holat shu takrorlanyapti. Transport vositasi
chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadi. Asosiy yo'ldagilar topib olamiz. Mototsikl bilan qizil. Birinchi mototsikl yuradi, orqasidan qizil yuradi, keyin tramvay. Hop, mototsikl, avtomobil, tramvay. Keyingisi transport vositalari chorrahada quyidagi tartibda kesib o'tadi. Bizga 7.13 ma'lum qilyaptiki, asosiy yo'l chapga yo'nalgan. Tramvay 2 bilan ko'k asosiy yo'lda ekan. Birinchi tramvay 2 o'tadi, keyin ko'k o'tadi. Ular harakatlanib bo'lgandan keyin yo'l beringdagi tramvay 1 qizil o'tadi. Belgilarni ajratib olib, oddiy ishlasangiz bo'ladi va e'tibor bering, siz agar oldingi ma'lumotlarga tayanib, yashil asosiy yo'lda birinchi o'tadi deb ma'lumot belgilasangiz, ya'ni birinchi bo'lib kim o'tadi? Ya'ni qizil avtomobil chorrahani kesib o'tadi deydigan bo'lsak, ikkinchi bo'lib, birinchi bo'lib yashil o'tadi deydigan bo'lsak, bu joyda adashamiz. Buning sababi esa svetofor ishoralari, ya'ni imtiyoz belgilarini bekor qiladi. Svetofor ishlayotgan paytda imtiyoz belgilari ishlamaydi. Bu degani chorraha tartibga solinganligini bildiradi. Xo'p. Yana bir savol. Yashil avtomobil chorrahani nechinchi o'tadi? Oldingi ma'lumotga tayangan holatda birinchi bo'lib ko'k avtomobili, ikkinchi bo'lib yashil. Bu savol ham chalg'itadi. Yashil nechinchi o'tadi? Ikkinchi deb belgilaysiz. Bunda esa qizil avtomobil chorrahani kesib o'tadi desa, ikkinchini belgilasangiz xato qilasiz. Bunda esa birinchi bo'lib qizil o'tadi. Bu savolning javobi birinchi bo'lib o'tadi. Tramvaylar qatnashgan chorrahada javoblar asosan ikkita bo'ladi. Ya'ni tramvay 1 bilan 2 ni belgisiga qarang. Tramvay 1 bilan 2 da asosiy yo'l bo'ladigan bo'lsa, ikkalasida ham bir vaqtda o'tadi degan javobni belgilaysiz. Tramvay 2 ayni vaqtda 1 bilan. Lekin bu savolning javobi xato. Sabab tramvay 2 da asosiy yo'l, tramvay 1 da yo'l bering. Hech qachon misol uchun tushunmay qoldingiz, misol mana tramvay 2 dasiz, siz tramvay 1 da qanaqa belgidaligini bilmayapsizmi? Tushasiz, borasiz, belgini ko'rasiz, qaytib kelasiz. Yo'q, siz mana belgi turibdi, asosiy yo'l qaysi tomonga yo'nalganligini. Asosiy yo'l chapga yo'nalgan mana. Siz asosiy yo'lni chap tomonda ko'kdaligini bilib olasiz. Yoki qizil transport mana. Belgini bilmayaptimi? Yo'q, bilish kerak. Ya'ni uning belgisi mana. Qolganlarni o'zi ko'rish majbur emas. Mana o'zi sizga, ya'ni rasmlarda qolgan belgilar sizga ko'rinishi shart emas. Siz shu qizilda oldagi belgi orqali chorrahani qanaqa holatdaligini bilishingiz kerak. Ya'ni asosiy yo'l mana. Ko'rinyaptimi mana? Asosiy yo'l mana. Belgi. Belgini mohiyatiga tushunsangiz, bemalol teslashilaverasiz. Yana bir chorrahamizni ko'rib chiqamiz mana. Yana o'sha narsa. Tramvay 1-2 bir vaqt o'tadi desak xato qilamiz. Sabab tramvay 2 da yo'l bering. Tramvay 1 da esa asosiy yo'l. Ikkalasi bir vaqt o'tadi degan javobni belgilasak xato chiqadi mana. 1-2 ayni vaqtda xato, tramvay 1 ayni vaqtda yashil avtomobil. Yo qoidalarni zo'r tushunib oling yoki shunga o'xshagan signal so'zlarni yodlab oling. Yana bir tramvay qatnashgan savollarimiz bor. E'tibor bering, ushbu tramvaylar qatnashgan chorraha mana o'sha ma'lumotlarga tayansak, ikkalasida ham nima bor? Asosiy yo'lda. Qayerdan bilyapman? Yo'l beringda mana. Qayerdan bilyapman? Yo'l beringda mana. Yo'l beringmi? Yo'l bering. Uning qarshisida ham yo'l bering bo'ladi. Agar 7.13 bo'lganda yo'l asosiy yo'l bering yo'nalishini o'zgartirgan bo'lardi. Hozir asosiy yo'l yo'nalishini o'zgartirmadi. Sabab qo'shimcha axborot belgisi yo'qligi uchun. Ya'ni tramvay 1 va tramvay 2 da ham ikkalasida ham asosiy yo'lmi? Ikkalasi bir vaqtda o'tadi degan javobni belgilang. Bemalol yechim bo'ladi. Aniq bilaman, tramvaylar bo'yicha sizga 5 talik variant chiqqan. Ya'ni quyidagi savol bu avtotest imtihonlariga oxirgi qo'shilgan savollardan biri. Ya'ni yangilik, transport vositalari o'tish navbati deydigan bo'lsak, bu joyda belgilar yo'q. O'tish navbati esa o'ng qo'l bo'shlig'i bo'yicha harakatlanadi. Ya'ni birinchi tramvaylarni olamiz, ya'ni relsli transport vositalari relsiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega. Ya'ni bu joyda 1 bilan 2 ni ko'ramiz. Birinchi bo'lib yo'llar kesishganligi uchun xalaqit beryapti bir-biriga. O'ng qo'li bo'sh, tramvay 1 ketadi. Buning ostida, ya'ni oq 1 ga harakatlanadi. Ikkalasi ketgandan keyin tramvay 2 qora. Javob esa tramvay 1 bilan oq birinchi o'tadi. Undan keyin esa tramvay 2 qora transport 1 ga o'tadi. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib o'rmaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.